Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun men sizlarga yangi adrenalin his qilishlaringiz uchun yangi audio hikoya tayyorlab keldim. Buning uchun Fayzullayev Jaloliddin akamizga kattakon rahmat tilayman, chunki bu hikoyaning muallifi o'sha Jaloliddin aka. Qani biz boshladik. Va shoshilganimdan politsiyaga telefon qildim. Ular kelishdi, jasadlarni esa dafn qilishdi. Va men bir narsaga hayratlandim. Hamma jasadni peshonasiga katta harf bilan A harfi yozilgandi. Bu voqea bo'lganiga bir hafta bo'ldi. Ishdan keldim, qo'limni yuvaman deb vannaga kirgan edim. Ne ko'z bilan ko'rayki, xotinimni peshonasidan otilgan holda jasadi yotar edi. Va darhol politsiyaga telefon qildim. Eng qizig'i, ayolimni ham, qizimni ham jasadlarini oldida har doim Anabella turar edi. Yana pichoqni ushlab turgan holda. Shu safar bir hafta o'tib ketdi. Bir haftadan so'ng ishdan kelib, eshikni ochgan edim. Boshimga juda qattiq zarba tegdi va hushimdan ketdim. Ko'zimni ochdim. Bog'langan ikki qo'lim va oyog'im bog'langanini va Anabellani ko'rar edim. Shu zahoti Anabella o'rnidan turdi va salom dedi. Uni qo'lida pichoq va to'pponcha bor edi. Tanla, qaysi quroldan urishni xohlaysan, dedi. Va ikkala yo'lda ham seni azoblanib ko'rasan, dedi. Va men shu zahoti unga qarab iflos, maraz, qotil deb yuziga tupurdim. Sendan buni kutgan edim, chunki qizingni va ayolingni men o'ldirdim, dedi. Shu zahoti uyga oilam bilan kirganimda meni bir kampir qo'limdan ushlab, bu yerga kirma, agar kirsang ayolingni, qizingni va o'zingni yerga ko'masan, degani esimga tushdi. Men bu gapga e'tibor qilmasdan uyni olgan edim. Shu zahoti Anabella menga tashlandi. U pichoq bilan ko'zimni o'yib oldi va men silkinlanib Anabellani ustimdan tushirib yubordim. O'zim esa orqamdagi preslovchi dastgohga yiqilib tushdim. Anabella esa paytdan foydalanib dastgohni ishga tushirib yubordi. Sen o'zingga o'zing hukm chiqarding. Men Anabellaga nega bunaqa qilyapsan dedim. Meni aybim nima dedim. U dastgohni to'xtatdi. Sen aybing bu uyni sotib olganing. Seni to'xtatgan kampir sendan oldingi odamni asrab qolgan edi.
u meni jonli ekanligimni isbotlagan edi. Chunki u meni jonli yurganimni ko'rgan edi. Sen uni gapiga kirmay bekor qilding, deb dastgohni ishga tushdi. Va alvido dedi. Va dastgoh meni prislab tashladi. Hurmatli odamlar, uy olayotganingizda uyni chiroyiga emas, sotayotgan odamning yuz ifodasiga va uyda bor bo'lsa yerto'lalarni tekshirishing. Sotuvchi katta uyni va qimmat uyni arzonga sotayotgan bo'lsa, sotuvchining yuzida. Qo'rquv bo'lsa uyni olmang. Qaytaraman, uyni olmang. Shu bilan hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Yana Xudo xohlasa audio hikoyalar chiqarishda to'xtamayman. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.